90.000 nafar inson kelgan hadis eshitish uchun. Nasol qilasizmi? 90.000. Demak, bir paytning o'zida hammasi hadis eshitganlar Imom Buxoriy hazratlaridan. Mana shu ekranga qarab turamiz. Demak, yana sizlarga ma'lumot. Kimlarda Imom Buxoriy majmuasini tajribaga o'xshatadi, to'g'rimi? Kimlarda Makkaga. Lekin biz Madina desak, eng chiroyli variant bo'ladi. Nima uchun? Demak, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qayda bo'lganlar? Makkada davom etganlar, Madinada qolib ketganlar, to'g'rimi? Imom Buxoriy rahimahulloh esa Buxoroda davom etib, Samarqandda qolib ketganlar. Shu sababli ham biz bu Madina kerak ekan. Masalan, endi bizga keyingi faoliyatimizga o'tamiz. Mana shu qizil chiziq bilan ko'rish hammamiz. Demek qarasang, hech qanaqa ketib qo'yilgan. Bu bitta makit. Ya'niki Imom Buxoriyning 10 muhaddis imkon olyaptilar. Demak, mana bu yerda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi chamasi 35 yoshlarda. Bu yerda o'sha bog'da ulamolar. Ular har bir ulamo 10 ta hadisni raviylarini chalkashtirib Imom Buxoriy hazratlariga savol berib beradilar. Lekin Imom Buxoriy hech qanday eshitmaganman deb javob bergan ekanlar. Keyinchalik oxirida siz aytgan hadisning raviysi mana shu kishi, demak mana bu bunaqa bo'ladi deb har birini o'sha chalkashtirib tashlaganlarni demak to'g'rilab ularga aytgan ekanlar. Shundan so'ng ular Imom Buxoriyni imtihon qilmaganlar, Imom Buxoriy bularni imtihon qilgan ekan. Ko'ryapmiz-a? Demak, mehmonda ba'zi bir insonlarda shunaqa ma'lumot borki, Imom Buxoriy tug'ma ko'zi ojiz bo'lganlar, to'g'rimi? Shunaqa eshitganlar bormi? Aslida esa Imom Buxoriy 2-3 yoshlarida, demak, baxtsiz hodisa tufayli ko'zlari ojiz bo'lib qolganlar. Demak, onalari bahodir bo'lganlar juda ham. Shu sababli ular doim duo qilganlar, tahajjud namozlarida, nafl namozlarida farzandi uchun duo qilganlar. Kunlardan bir kuni onaning tushlariga Ibrohim alayhissalom kiradilar. Shunda ey ona, sening duolaring ijobat bo'ldi. Onang bu farzanding bu yorug' dunyoni ko'radi deydilar. Ona e'tibor qilmaydi boshida. Keyinchalik Imom Buxoriy hazratlarini yoniga kirsalarki, Imom Buxoriy bu dunyoni ko'ryaptilar. Demak, qisqadan qisqa shuki, onalar farzandlarini duo qilsalar ijobat bo'ladi. Shuning uchun biz aziz onalar, otalar biza doim farzandlarimizni duo qilishimiz kerak. Demak, endi nimaga e'tibor qaratsak? Aslida bo'lgan ekan. Biz 20 dan ortiq asarlari bo'lgan ekan. Lekin bizgacha 12 ta asar yetib kelgan. Demak, Imom Buxoriyning bizgacha yetib kelgan asarlari va yetib kelmagan asarlari bu yerda keltirilgan.
yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar bormi? Demak, hozir bizga keyingi pavilonimizda uchar gilam bo'ladi. O'sha yerda gilamga bolalarimiz chiqishi mumkin. Ular e'tibor qilsanglar, Imom Buxoriy hazratlarini hozir kitoblar qaysi muzeyda qayerda saqlayapti? Ko'ryapsizmi? Yaponiyada, Hindistonda, Rossiyada, Afrika qit'asida, Braziliyada, Argentinada ko'ryapmiz. Va Amerika, Kanadada ham Imom Buxoriy hazratlarini kitoblari muzeylarida saqlanmoqda ekan. 4-5 yoshligida o'qiydi, 7 yoshligida Qur'onni to'g'ri biladi. O'qishga Alloh taolo tomonidan juda kuchli qaytara beriladi. Demak, endi 7 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan ukalaringiz kelsa maktabga hozir bu mehmonlar chiqqandan keyin biz kirib olamiz. Entada arqaga. Entada arqaga o'tam. Beshakka Demak, endi biz yana xotiramiz sinab ko'ramiz sizlar bilan. Demak, eng ko'p hadis kimdan yetib kelgan ekan? Qaysi sahobadan? Abu Hurayra roziyallohu anhudan. Rahmat. Endi masalaga yetishim mumkin. To'xtab turinglar, ular chiqqandan keyin biz kiramiz. Xo'p, azizlar, masalaga hadislar bo'limida Imom Buxoriy asarini o'rtalab turib o'tadigandim, to'g'rimi? Nimaga o'tadi? Nimaga eng ishonchli hadis? Buni keyingi bo'limda o'tganimizda aytmadim. Demak, ba'zi bir ulamolarga hadis yig'ayotgan paytda 4 ta 5 ta shartlar berilgan ekan. Ya'ni o'sha hadisni yig'ish uchun o'sha shartlarga to'g'ri kelsagina o'zlarining hadis kitoblariga kiritgan ekan. arqa tomondan va chiqishga joy qoldiramiz bu. Mana 3 gilam. Tushmay turamiz bolalar, tushmay turamiz. Tushamiz. Yechish kerakmi oyoq kiyimni? Necha yoshsizlar? Necha yoshsizlar? 12. Chiqamiz. Voy, bu yerda yashamiz. Shoshilmayman. Agar qo'polni bardak qilsalar hech kim uchmaydi. Shoshilma. Boshidan o'tirib olamiz. Agar qo'pol tabiiy tartib qilsalar hech kim uchmaydi. Surilamiz. Bo'ldi, 4 tane 8 ta bo'ldi. Bo'ldi. Chekada keyin Babaja o'tizlaring. Ha, kito'ringizda men Lazni chaqirdim, kelmayapti-ku. Telefon ko'tarib. Ha? Ha, ko'ring, Laz kelmayapti, telefon qilsam. 7 yoshdan 12 yoshgacha bolalar Boraman, Laz ko'tarmayapti. Selam
ahvolni e'tiborlovchi